Assalomu alaykum kichik do'stlar. Tuvanda men sizlarga Qari malika nomli cho'chakni so'zlab bermoqchiman. Qari malika. Burunning burnusida bir xonish nihoyatda chiroyli bir qiz tug'ibdi. Bu qizning terisi xuddi qardek oppoq ekan. Shunga kishilar uni Qari malika deb atashadi ekan. Xonish o'lib ketib, podshoh yana bir xonishga uylanibdi. Bu xonishning sehrgarlik ayniki bor ekan. Bir kuni xonish sehrgarlik aynakdan "Dunyoda kim eng chiroyli?" deb so'rabdi. Sehrgarlik aynak "Albatta, Qari malika eng chiroyli" deb javob beribdi. Xonish buni anglab qattiq achchiqlanibdi va bir amal qilib Qari malikani ujuqtirib o'tishni o'ylabdi. Bir kuni xonish ovchiga Qari malikani qilin o'rmonliq apirib o'ltirib etishni buyuribdi. Biroq ovchi tosh yuraklik qilib go'zal malikani o'ltirib etishni xohlamay, Qari malikani o'rmonliq elib berib qo'yib etibdi. Qari malika o'rmonliq ichida ezib qoldi va bir kichik kabiga kirib, karvatning ustida yetib uxlab qoldi. Kechda uyning egisi qaytib keldi. Ular yetib borib ekan. Qari malika o'zining sarguzashtlarini papalarga so'zlab beribdi. Papalar Qari malikaga istajlik qilib, uningdan o'zlarining kichik kapsida birlikda turmush kechirishini talab qilibdi. Bir kuni xonish sehrgarlik aynigini qo'liga olgan ekan, sehrgarlik aynak "Qari malika texi hayot, u 7 parpa bilan turyotidi, hozir teximi chiroyli bo'lib ketdi" debdi. Xonish lenta sotadigan momoy qiyofatida yasanib, o'rmonliqqa kirib, "Qizchoq, lenta olamsiz?" deb so'rabdi. Qari malika uni uyga kirgizibdi. Qari malika lenta tanlayotgan vaqtdan foydalanib, xonish lenta bilan uning bo'ynini mahkam bo'g'ibdi. Kechda 7 parpa uyga qaytib kelib, Qari malikaning yerda yotganligini ko'ribdi-da, darhol qaychi bilan lentini kesib etib, malikani qutuldiribdi. Sehrgarlik aynak xonishga "Qari malika yana qutqizib olindi" debdi. Xonish yog'och targ'oq sotadigan momoy qiyofatida yasanib kelib, zaharlik yog'och targ'oqni Qari malikaning beshiga sanchibdi. 7 papa qaytib kelib, Qari malikaning hushsiz yotganligini ko'rib, darhol zaharlik yog'och targ'oqni elib etibdi. Qari malika shundala hushiga kelibdi. Kim bilsin, bu ishni sehrlik aynak yana xonishga deb qo'yibdi. G'azablanganligidan xonishning tishlari g'uchirlab ketibdi. U Qari malikani cho'qim o'ldirib etish qaroriga kelib, bir zaharlik olmani yasab chiqibdi. Xonish olma sotadigan momoy qiyofatida yasanib, Qari malikaning yeniga kelibdi. Oqko'ngil Qari malika zaharlik olmani yeb yana hushidan ketibdi. 7 papa qaytib kelibdi. Ular Qari malikaning nima kasal bo'lganligini bilolmay, uni qutuldira olmabdi. Biroq papalar Qari malikadan ayrilg'isi kelmay, 3 kecha-kunduz yig'labdi. Papalar intayin suzuk aynakdan tavut yasab, Qari malikani shuning ichida silib saqlab etibdi. Qari malika tavut ichida xuddi uxlayotgandek tinch yetibdi. Bir kuni bir shahzoda papalarning uyining yenidan o'tib ketib, Qari malikani ko'rib qopdi. Shahzoda Qari malikaning go'zalligiga mabdum bo'lib, Qari malikaning holidan yaxshi xabar olishga ma'qul bo'lgan ekan. Papalar uning Qari malikani elib ketishiga qo'shilibdi. Paytun o'ng'il-to'ng'il tog' yo'llarda silkinib mang'ashqa Qari malikaning og'zidagi zaharlik olma chiqib ketibdi. U yana tirilibdi-da, tabassum bilan shahzodaga rahmat aytibdi. Shahzoda Qari malika bilan to'y qilib, tantanali to'y murosimi o'tkazibdi. Sehrlik ayniki bor bo'lgan xonishmo taklifga berib to'yga kelibdi. Xonish to'y qilgan qizning Qari malika ekanligini ko'rib, ochiqlanganligidan yerilib ketayla deb qopdi. Xonish shu ochig'ida o'rmonliqqa kirib ketib, ikkinchi chiqmabdi. Qari malika bilan shahzoda bir-birini texmi yaxshi ko'rishib, baxtli turmush kechiribdi.
Omaq do'stlar, bugungi cho'chak anglitishimiz mushadan xirlashdi. Allohga omonat.